Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Birodar azizlar, hozir hech kim aytmaydigan, hech kim bilmaydigan sir emas albatta, ammo hech kim aytmaydi buni. Bu haqiqiy sir hisoblanadi. Uncha odam aytmaydi. Bilsa ham anglab yetmaydi. Mana hozir men aytayotgan narsa bir ajoyib narsa. Mana qarang, bu ham qora non. Mana bu ham qora non. Ikkosi ham qora non. Ha, ko'rinishdan qora non. Ammo qora non emas mana bu. Rang qo'shilgan qora oq non. Tamom. Mana shunaqangi oq non, bo'rka, mana shunaqangi to'g'ri non, bu qora non emas. Mana bu haqiqiy qora non. Agar qora nonni to'rg'ab qo'ydim, uzr, hozir atayni hech kim bilmasin, Baradeniskiy deydi, balo deydi, battar deydi, ammo mana haqiqiy qora un bo'ladigan bo'lsa, kebaga ko'p bo'lsa, u 1000 ham turish qo'shasizmi, boshqa qo'shasizmi, daraja qo'shasizmi, albatta u ko'tarilmaydi. Qadimda o'sha otamiz aytadilarki, anjinna non deyishar ekan, o'sha urush paytida qimmatchilik paytlarida mana shu nonni haqiqiy nimasi o'sha anjinna non, o'sha kebaklar aralash bo'lgan nondan qilingan, undan qilingan non, arpa aralashsa, o'sha non usti pishsa qo'yib ketadi baribir, usti qo'ysa ham, tagi qo'ysa ham aslo o'zi pishmaydigan non. Bu siqsa suvi chiqadigan, yana qayta bor aytaman. Mana shu nonga e'tibor bering. Mana bu haqiqiy qora non aslo ko'tarilmaydi. Endi do'stlar, boshqa bu sirni aytib o'tar ekanmiz. Do'stlar, mana shu doimo issiq kun isigandan isib boryapti. Albatta bu Allohning ne'mati. Xudoga shukr. Quvnab ishlanglar. Tellab ishlanglar. Bu hayotingizda hech qanaqangi bir xavfli joyi yo'q. Qo'rqmang, chiqing optoga. Qo'rqmang, hech narsa bo'lmaydi. Avvalo Xudo. Mana hozir bemalol mehnat qilyapman. Mana hozir mana apparatlarni hozir nima qilyapman? Hozir ko'pchilik uchun bir yangi ixtiro qilyapman. O'sha qishda qiynalmasligi uchun ko'mirga ho'kasiga qo'shiladigan ajoyib bir apparat yasyapman. Hozir ko'plab mana ko'mir ho'kasini tayyorlashadi. Ko'mirni ho'kasini tanlashganda ko'p uqalanib ketadi. Ana shu ko'mirni uqalanib ketmasligi uchun ajoyib bir ixtiro qilyapman. Ko'plab ko'mir uqalanib ketmasligi uchun albatta ular albastr qo'shadilar va boshqa narsalarni qo'shadilar. Albastr va boshqa turpoq qo'shmaydi, qo'shgan bilan go'nishi kaloriyasi pasayib ketadi. Ammo men qo'shadigan narsa hammada ham bo'ladi. Bu bilan birgalikda bu reklama emas, orasida albatta aytib o'tdim, tabobatga aloqasi yo'q. Ammo aloqasi bor. Qishda issiqlab qishda sovib ketmasangiz, yozda issiqlab ketmasangiz, demak tan jon sog'ligi uchun buni aloqasi bor. Demak do'stlar, mana shu nonlarni ko'plab bozorlarda sotayotganini ko'ramiz. Bor. Qoplab hayvonlarga berayotganlarni ko'ramiz. Bu dori-ku, bu uvol-ku bu. Tashamang buni. Buning uchun nima qilish kerak? Albatta bularni olamizda mana shu bir oz qovurib, ana qovurib quritib olinsa yana yaxshi. Bularni ustiga nimani suvni quyib, uni ko'plar nima qo'shishga harakat qilishadi? Tezroq atish uchun nima qo'shadi? Ruslar kvas tayyorlaydi. Ko'paylash uchun ular ko'proq xmel qo'shadi. Pivoga qo'shadigan xmel yoki durraja qo'shadi. Rangdor bo'lishi uchun buni qo'ydiradi. Yo'q do'stlar, qo'ydirmang. Uni o'rniga bir oz asal qo'shing agar shirinroq ichishni xohlasangiz. Shakar qo'shmang. Shakar qo'shsangiz ba'zi bir paytlarda u sizlarni ishingizni qiyinlashtiradi. Uni tezroq achitish uchun xamtirish qo'shsangiz ham bo'ladi, ammo uni keragi yo'q. Mana uni o'rniga sirkaga ham mana shu jiydani qo'shsangiz nihoyatda yaxshi bo'ladi. Chilon jiyda, to'g'ri jiyda farqi yo'q. Mana sirka ham tezroq tayyor bo'lishini xohlovchilar albatta sirkalariga mana shunday jiyda qo'shganlari afzalroq. Mana sitra deb ataladi. Nimani ichiganiga haliga olmadan qilingan kvas bo'ladi. Bularni ham tayyorlash uchun albatta mana tezroq achishi uchun, pigmentatsiya bo'lishi uchun mana shundan qo'shilgani ma'qulroq. Jiydadan. Davom etamiz do'stlar. Jiyda nihoyatda foydali, ham tenjon sog'lig'iga eng dunyoda vitaminni hech qaysi nimada yo'q, vitamin bunda bor. Bo'yni o'stiruvchi, shu bilan birgalikda qonlarni normallashtiruvchi, ya'ni mo'tadil holatda, issiqda ham sovuqda ham mo'tadil holatda ushlab turuvchi ajoyib ichimlik.
bo'ladi. Bundan qo'shilsa, o'zini yesa ham bo'ladi, choy qilib ichsa ham bo'ladi. Tabobatda buni o'ta muhim nimalardan hisoblanadi, mevalardan hisoblanadi. Demak do'stlar, mana shu ba'zi birlar haqiqatda gazirovniy napitkani yaxshi ko'rishadi, ichimliklarni. Bu gazirovniy ichimliklarga Coca-Cola yoki bo'lmasa boshqalarga tabiiy nima qo'shilmaydi. Uglerod tabiiy emas. Ular chetdan qo'shilgan, keyin aralashtirilgan. U faqat ziyon bo'ladi xolos. Demak, sizlar tabiiy qo'shilishi uchun mana shu qatiqni ham bir oz achitsangiz, u ham xuddi shunday fermentatsiya hosil qiladi. Bu kvasni ham achitsangiz, albatta fermentatsiya hosil qiladi. Demak, mana shu qatiqni bunga aloqasi yo'q. Ya'ni aralashtirib olmadi qatiqqa. deb davom etyapman. Do'stlar, bu yerda qiziq holat bor. Oq non bilan qora nonni albatta o'cha juda katta farqi bor. Mana ayniqsa mana bu nonni qo'shgandan qo'shmagan yaxshi. Chunki bu yog'li non. Yog' bo'lganda ham nima deydi? Margarin qo'shilgan bunga. O'ta arzon va palma yog'ining eng arzon nimasi. Bu agar bundan kvas qiladigan bo'lsangiz, sizga ziyoni tegadi xolos. Faqat ziyon bo'ladi. O'rniga esa mana shu oddiy o'zimizning nonlardan qo'shganingiz ham bo'laveradi. Oq non bo'lishi albatta unaqangi katta ziyon emas, ammo qora non bilan qo'shilsa, achishi tezlashadi va shu bilan birgalikda chiroyli bo'lib chiqadi. Demak, rangdorroq bo'lishi uchun albatta mana shu anjirli qo'qidan qo'shib yuboramiz. Tezroq achish uchun jiyda qo'shamiz. Xushbo'yroq va yaxshiroq bo'lishi uchun uzum qo'shib yuboramiz. Mana shular qo'shilgandagina ajoyib kvas paydo bo'ladi. 3 kun ularni albatta saqlaysiz. 3 kundan keyin albatta xolodilnikka yoki bo'lmasa muzlatgichga yoki bo'lmasa boshqa joyga qo'yganingiz ma'qul. Do'stlar, yashang. Yashaganda ham sog'lom yashang. Mana bu ishlarni qo'ylarga berib yoki boshqalarga berish to'g'ri emas. Buni agar achitgandan keyin ham uni achigan nimalarni tashlab yuborishi, kvasdan keyin buni tashlab yuborish hojati yo'q. Ularni albatta tovuqqa bersa ham bo'ladi. Qo'ylarga ham bersa bo'ladi. O'zingiz esa eng shirin joydan o'zingiz yeb chiqqan bo'lasiz. Demak, oq non, qora non qo'shing, albatta ajoyib kvas hosil bo'ladi. 3 kunda tayyor bo'ladi. Uni rangiga yana rang qo'shish, qizilroq bo'lsin, chiroyliroq bo'lsin desangiz, shafran qo'shsangiz ham bo'ladi. Hozir men shafranni olib chiqib ko'rsataman. O'chirib turing. Mana bu shafran, zaparon deb yozib qo'yilgan. Mana shundan qo'shsangiz ham bo'laveradi. Chiroyli chiqishi uchun albatta. Unda bu yo'q bo'lsa, albatta mana bundan qo'shsangiz ham bo'laveradi. Bu gul toji xiros, tabiiy rang. Bu mana ximiya ranglarini uncha yoqtirmayman. Shuning uchun tabiiy rang qo'shsangiz, to'g'ri. Mana bu nonlarni qo'ydirsangiz, qoraygandan keyin albatta bu qorayadi va rangdor bo'lib chiqadi. Ammo bu ma'qul emas. Qo'ygan nonni oshqozon uchun albatta zarari bor. Haliga buni albatta alohida aytamiz do'stlar, bu to'g'risida qo'ygan nondan ehtiyot bo'ling. Mana bu non esa haqiqiy non, o'zimizning mana singitib pishirilgan bozorda sotiladi. Bularni hech qanaqangi nima qo'ydirish ham kerak yo'q, boshqa. To'rg'aysiz-ku, mana to'rg'ab, mana shuni nimaga solasiz, ajoyib narsa hosil bo'ladi. Demak, bularni tezroq achitish uchun jiyda qo'shsangiz va boshqa narsalarni qo'shsangiz, shu to'g'risida ham aytib o'tganman. Demak, issiqdan siz qo'rqmang. Qo'rqmang, bekinib konditsioner tagiga kirib olmang. O'sha mana shu sizni chiniqishingiz va mehnat qilishingiz bilan albatta bu o'zingizni sog'lomligingizni saqlab qolasiz. Qishda qiynalmaysiz. Saldan salga immunitet hosil bo'ladi sizda. Issiqqa ham qarshi, sovuqqa ham qarshi immunitetlar hosil bo'ladi. O'zini himoya qilish uchun butun badaningiz tayyor bo'ladi. Mana men bemalol ishlayapman. Mana hozir yana qayta bor aytaman. O'z ijodimni davom ettiryapman. Meni eng yaxshi ko'rganim biror narsani ixtiro qilish yoki bir narsani o'ylab topish. Men yaxshi ko'rgan ishim shu. Demak do'stlar, sizlar bilan mana shularni baham ko'rar ekanman. Yozning issiq kunida ajoyib bir anekdot bor-ku. Bitta qishki qattiq kunda o'sha Magadanga borgan bir o'zbek bola astronomga kutib o'tirgan ekan. Astronomgada qasir-qusur qilib bir o'ris morojni yeyotgan ekan. Haligini ko'rgan o'zbek aytibki, "He, voy ahmoq, shuna sovuq bo'lsa, sen yana qasillatib morojni yeysanmi?" desa, haliga nima aytarmish o'ris. "Salla yozda issiq kunda
qaynoq choy ichasan-ku 40 gradus 50 gradusda. Bu kulgili emasmi? Biz hech narsa demaymiz-ku degan ekan. Demak do'stlar, yozgi kunida ham, qishki kunida ham iliqroq choy ichilgani, haddan tashqari issiq emas, iliqroq choy ichilgani juda ham ko'k choy. Shu bilan birgalikda mana shu ba'zi bir kasalligi borlar argano ichsa juda ham yaxshi bo'ladi. Argano bu. Mana bozorda da sotiladi, bu supermarketlarda juda ham nima? Bu issig'i kunida albatta ich qotishlari ko'p bo'ladi. Ayniqsa meni singari qari odamlar ich qotishi boshqa bo'ladi. Ming o'zini ehtiyot bo'lsa, ming sog'lom bo'lsa, yoshlarda ham mana shu oftob urishi, shu bilan birgalikda ko'p kasalliklarning sodir bo'lmasligi uchun albatta immunitet mustahkam bo'lish kerak. Mana shu immunitetni mustahkam qilish uchun albatta mana shu kvas iching. Shu bilan birgalikda mana sano degan nima bor, daraxtni nimasi bor, sanodan ham qo'shib ichsangiz 4ta 5ta juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana hindistonliklar doimo kasallanmaydilar, yozning issiq, yil-o'riko issiq bo'ladi. Sababi nima? Bobur hazratlarining o'sha xos tabiblari. Odamlar borgan o'zbeklar juda bosib oldi Hindistonni. 10 ming askari bilan 100 ming, 12 ming askar bilan 100 ming askari bosib oldi. Urib halgilarni nima qildi o'sha pochtalarni. Shu bilan birgalikda endi askarlar o'zidan o'zi halok bo'lishni boshladi. Shunda nima uchun o'lyapti bu deganda, bu issiq bilan yeydigan ovqatni, hindistonliklar yeydigan ovqatni biz ham yeyishimiz kerak. Kun isib ketdi. Bular bo'lsa qo'y yo'q, qo'y go'shtida ovqat yeb, maishat bilan avvora, go'sht yeydi, boshqa yeydi. Demak, Hindistonda go'sht yemasligini o'shanda nima qilib, hurmat qiling bularning udumlarini deya u ham buyurgan. Demak, hindistonliklar doimo mana shu qalampirni yeydilar. Bu fulful deydi. Qizituvchilar vositasi badandagi mana shu qishga tayyorgarligingiz hozir yozdan boshlanadi. Badandagi bor nimalarni kerak emas, yot nima hitlarni albatta mana shu qalampir haydab chiqaradi. Mana qalampirni esa ovqatlaringizga qo'shing, ayronlarga qo'shing, qo'rqmay yeching. Mana zanjabilni esa doimo bunday qilib, meni singari qani choy. Mana chaynaqda choy qilib limon bilan iching. Limonni esa ko'proq mana shu to'rg'alganini olaman. Bu muzlatilgan, muzlatkichga qo'yib qo'yaman. Muzlatkichdan olingan limon, muzlagan limon 2 barobar bo'ladi. Demak do'stlar, mana shu tabiiy ovqatlarni yeng. Necha minut bo'libdi? 12 minutcha bo'lib qoldi. 12 minut bo'lgan bo'lsa, demak do'stlar, doimo taomnomalaringizdan qatiq tushmasin. Kun issiq, ayniqsa yoshi katta, ayoldir, erkakdir, farqi yo'q. Mana shu nimadan ishlaydi. To'g'ri, siz mana shu hozir gazirованный napitka, tabiiy gazirованный napitkalar, albatta ichimliklar yaxshi. Mana kvas. Shu bilan birgalikda tabiiy mana bo'za deymiz yoki ayron yoki bo'lmasa mana shu arpani achitilganlari, bu tabiiy. Unaqangi hech qanaqa chetdan qo'shilgan gaz ballonlardan qo'shilgan uglerod gaz emas, uglekisllik gaz emas. Qo'rqmay mana shu nimalarni davom eting. Ayniqsa singib pishgan nonlardan yuz o'girmang. Bekorga ba'zilar aytishadiki, noyama semirib ketasan. Yo'q, semirmaysiz. Semirmaysiz. Agar non albatta mana shunaqangi qora non bo'lsa, arpa nonlar bo'lsa, kvaslarni ichsangiz, bemalol yashab nima qilasiz. Mana shu issiq kuniga har qanday issiqqa chidamli bo'lasiz. Do'stlar, yana qayta aytaman. Yozning issiq kunlariga qanchalik immunitet hosil qilsangiz, qishga tayyorgarligingiz bo'ladi bu. Mana doimo men taomnomalarimda mana hozir mana shu yerda shakarop qilib yeymiz. Shakarobga albatta nimalarni qo'shaman. Limon torg'ab yuboraman. Mana nimadan ham qo'shaman. Mana tamarin qo'shaman. Bu albatta mana nimaga ham qo'shaman? Kvasga ham qo'shaman. Kvasga imkon qadar qaynoq suv emas, qaynatib sovitilgan suv quyilgani ma'qulroq do'stlar. Mana idishda ham albatta idish bor. Idishni yo shisha bankalar bo'lgani ma'qul. Shisha ma'qul yoki bo'lmasa mana bunday sirli kastrulkalar albatta biz qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Alyumin yoki bo'lmasa boshqa temirdan qilingan idishlarda, plastmassa idishlarda ham kvas qilish mumkin emasligini bilib oling do'stlar. Demak, sog'lik tilayman, omonlik tilayman. Demak, mana shu
nima xatti harakatimga albatta kommentariyada javob berasiz. Javob berganlarga yozasiz, fikr va mulohazalaringizni aytasiz. Ba'zi birlar aytadiki, mana shu agar yozgi issiq kunlarda ba'zi bir bemaza qovun uchrab qolsa nima bo'ladi? Uni yeyish qiyin-ku deydigan odamlarga aytaman. Siz unga tuz sepib yuboring. Tuz. Poruzga ham Afg'onistonliklar ko'plab tuz sepib yeydi. Bir shuni yeb ko'ring, bir tuzni bundoq sepasiz va yeb ko'rasiz. Nima bo'ladi? Demak, foydali maslahatlar bo'lgan bo'lsa, albatta sizlarni xursand qilgan bo'lsam, meni ham xursand qilgan holatda kommentariy yozasiz va fikr mulohazalaringizni bildirasiz, obuna bo'lasiz. Obuna bo'lsangiz, yaqinda men ko'mirni qanday qilib hali O'zbekistonda tugul, Afg'onistonda yoki boshqa joyda hech kim tayyorlamagan ko'mirni men tayyorlab ko'rsataman sizlarga. O'sha qattiq ko'miri singani tabiiy ko'mir hosil bo'ladi. Do'stlar, mana shu Germaniyada butun ko'mirni ham albatta maydalab, kukun qilib, inay kelgan alohida o'zini kelayi bor, shu kelayi qo'shib ko'mir tayyorlashadi. Demak, yaxlit holatdagi ko'mir ularning yoqilishi iloji yo'q. Chunki ular kirmaydi, havo kislorod kirmaganda yonmaydi. Maydalagandagi uni yonishi ham osonlashadi. Oldin 1000 kaloriya berayotgan bo'lsa, endi 2000 kaloriya berishi hech gap emas do'stlar. Bu sinab ko'rilgan. Albatta sizlar bilan biz mana shu eksperimentlarni, tajribalarni qilib ko'ramiz. Qilganda ham sizlar bilan birgalikda qilamiz. Qiziqarli bo'lsa, albatta mana shu obuna bo'ling. Obuna bo'lganlar biz bilan birga bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.